Assalomu alaykum o'rtoqlar. Men xudo xolisa navbatdagi kachovimizni ham olib kelib, tak sistemani ham o'zimizga qilib berdik. Kachovimizni ustunovka qilib, mana hozir ishimizni ham tugatdik. Xudo xolisa zapisk berdik kachovga. Avtomat gayoga qo'yildi. Universal kachov 150 kvadrat metr joyga mo'ljallangan. Ichkari xonalarni hozirlik ko'rsatishga harakat qilaman. Xonalarning ichi mana shunaqa holatda padachamiz shu yerdan kirib keldi. Derazalar bu tarafda bo'lganligi uchun bu yerdan powerot berilgan holatda batareyalarimizni derazadan tegagan shunaqa ustunovka qo'yib oldik. 32 diametrli turbalar 4 qator qilib 1,5 metrdan yasalgan batareyalarimiz mana shunaqa holatda bu yerda o'rnatilgan. Keyingi xonamizda bunaqasiga tushganligi hisobiga padachamiz, bratkamız yana orqaga qaytgan. Va bu yerda katta zalimizga mana shunday holatda qo'yildi batareyalarimiz. Mana shunaqa xizmatda kimga kerak bo'lsa bemalol aloqaga chiqaversalar, pastda telefon raqamimiz yozilgan bo'ladi. O'zbek svarshik jamoasi